Amir Temur Hindiston kengashi 1398-yil bir chodirda xarita ustida ekilgan bir odam dunyoni ikkiga bo'lishi mumkin edi. Lekin uning o'z o'g'illari unga qarshi chiqdi. Sohibqiron o'z rejasini yolg'iz qabul qilmadi. U farzandlari va amirlarning ko'nglini, o'y-fikrlarini bilish uchun ularga maslahat soldi. Birinchi bo'lib so'z oldi Amirzoda Pir Muhammad Jahongir. U Amir Temurning nabirasi. Otasi Jahongir 1376-yil vafot etgandan so'ng u Kobul, Qandahor, G'azni va Balxni idora qilgan yosh ammo shijoatli sarkarda edi. Uning fikri aniq va qat'iy edi. Agar Hindistonni olsak, uning oltinlari bilan butun yer yuzini qo'lga kiritamiz. Ammo Muhammad Sulton boshqacha fikrda edi. U Amir Temurning to'ng'ich o'g'li Jahongirning o'g'li 1376-yilda tug'ilgan va kelajakda sohibqironning valiahdi bo'lish martabasiga ega sarkarda. U 3 asosiy xavfni sanab o'tdi. Birinchisi dengizlar, ikkinchisi jangovar hind sipohiylari, uchinchisi esa eng dahshatlisi jangda ishlatiladigan urush fillari. O'sha davrda Hindiston filsiz tasavvur etib bo'lmasdi. Bu ulkan hayvonlar dushman otliqlarini vahimaga solar, safni buzib yuborar edi. Shu bois amirlar bu xavfni jiddiy qabul qildilar. Sulton Husayn esa boshqacha nuqtai nazardan yondashdi. Agar Hindistonni qo'lga kiritilsa, 4 iqlimga hukmronlik qilish mumkin bo'lardi. Bu g'oya tasodifiy emas edi. 7 iqlim tushunchasi ilk bor buyuk olim Muhammad al-Xorazmiy tomonidan fanga kiritilgan bo'lib, unga ko'ra Xorazm, Mo'g'ul-Nahr, Farg'ona va Dashti Qipchoq yerlari 5 va 6 iqlimlardan joy olgan edi. Demak, Hindistonni bosib olish nafaqat boylik, balki geografik va siyosiy ustunlik ham degan edi. Deyarli butun ma'lum dunyoga hukmronlik. Lekin amirlar orasida bundan-da chuqurroq bir tashvish bor edi. Ular borib Hindistonni olsak ham deyishdi. Biroq u yerda turg'un bo'lib qolsak, naslimiz yo'qoladi, avlodlarimiz o'z aslidan ajrab tinchaga bo'lib ketadi deyishdi. Bu oddiy harbiy masala emas edi. Bu millatning kelajagi, tili va o'zligi haqidagi chuqur bahs edi. Amirlar ochiqchasiga aytishdi: "Bilingki, Hindistonni olamiz. Bo'ronki ikkinchisi dengizlar, jangovar hind sipohiylari." Va nihoyat sohibqironning o'zi so'z oldi. U mag'rur va qat'iy ohangda javob berdi: "Hindistonni o'z qo'lga kiritish uchun azmu qasdimdan voz kechishni istamadim. Tangri taologa shunday murojaat qilaman: jang qilish yoki qilmaslik haqida Qur'ondan fol ochamiz." Amirlar bu qarorni eshitib itoat qilishdi. "Boringki, Hindistonni ham deylik", dedilar. Fol ochildi va natija sohibqironning taklifi ma'qulladi. Shundan so'ng voqealar tezlashdi. Kobulda javonlarning 30 ming otliq askari Amirzoda Pir Muhammad Jahongir boshchiligida to'plandi. Ular Hindistonning eski poytaxti, hozirgi Pokiston hududidagi shaharga qarab yo'l oldi. Lashkar Sina daryosidan o'tib, Laymon tog'i orqali Hindiston tuprog'iga bostirib kirdi va poytaxt ustiga to'satdan hujum boshladi. Bu Hindiston poytaxti uchun keskin kurashning boshlanishi edi. Chunki bu yurishga faqat Pir Muhammad Jahongir emas, balki Amirzoda Sulton Muhammad Xon va boshqa amirlar ham bosh bo'lib qatnashga tayinlangan edi. Ammo bu hikoyaning faqat boshlanishi edi. Chunki Hindiston taxti uchun kurash endigina boshlangan edi. Amirzoda Pir Muhammad Jahongirning lashkari Hindiston sarhadiga yetib bordi. Ammo taxt uchun jang faqat u bilan tugamadi. Sulton Muhammad Xon, Amirzoda Rustam va boshqa sarkardalar o'rtasida yangi bir kurash boshlandi. Kim g'olib chiqadi? Buni keyingi qismda bilib olasizlar. Kanalga obuna bo'lishni, videoga like bosishni unutmang.